Assalomu alaykum hurmatli mebelchilar. Oldingi darsimizdan davom ettiramiz. Oldingi darsimizda sizlar bilan Excel fayllarini ko'rib chiqdik, qanaqa qilib detalyirovka qilishlarini va mana buniki kerakli panellarning ro'yxatini yozib olgan edik va Abdusamad mijozi ismini kiritib bitta Excel fayl yaratib olgan edik. Mana bu panellarning ro'yxatini. Endi mana bu narsalar hozir bizda yozilmasdan qolib ketibdi. Keling, shu narsalarni kiritib qo'ya qolamiz. 500 bo'la qolsin. Уже makros ishlamayapti bu yoqda. Bu yog'i ham mayli, kerak emas. Buni 3 qilib qo'yamiz. Buni kelinglar 500 ga 100 ikkita bo'la qolsin. Bunisini kelinglar nezadini qilib qo'yamiz. Mana shu uzunlikda bo'lib ketira qolsin, bizga yetadi bo'ldi. Saqlanib turaman. Ismi Tohir bo'lib qolibdi, mayli. Bunisiga junuqa ahamiyat bermaymiz hozir. Qani endi biz baziy raskroyga kiramiz. Baziy raskroyga kirganimizdan keyin, o'zimizga kerak bo'ladigan post protsessorlar bo'ladigan bo'lsa, shularni tanlab olamiz. Hozircha menga o'zimga turib qolsin bo'ladi. Okey. Endi biz mana oddiy открыть qilishni bosamiz. Рабочий stolga o'tamiz va Abdusamad degan mijozimizning ismi saqlangan Excel faylni ochamiz. Buni ochganimizda mana bizda hozir bitta alohida mana bunaqa oyna ochilib beradi. Bu yerda materiallarning nomlari, boshqa narsalarni kiritishimiz kerak bo'ladi. Birinchisi mana не читать первые 4 строки degan joyni hozir aktivlashtirib olishimiz kerak bo'ladi, ya'ni mana bunaqa ma'noda bo'ladi. Excel faylimizni ochadigan bo'lsak, mana 1 2 3 4 5 mana 5 ta qator bizga kerak bo'lmagan ma'lumotlar qatori hisoblanadi. Shuni o'chirib qo'yishimiz kerak bo'ladi. 6-qatordan boshlab turib ma'lumotlarni o'qiydigan bo'lishi shart. Shuni qilib olamiz. Birinchisi, demak bizda mana bu narsa bo'lsin. Material, bu yerda material turibdi. O'zi boshida sizlarda mana bunaqa holatda chiqqan bo'ladi. Mana hozir achestit qilaman, mana shu holatda turgan bo'ladi. Demak, birinchisi materialni tanlab olamiz. Keyingisi qalinlik deb turibdi. Qalinlikni tanlab olamiz. Mana толщина. Keyingisi uzunlik. Длина bo'ladi. Eni, shirina, soni, коль-вод deb yozilgan bo'ladi. Tekstura bizda orientatsiya deb nomlangan bo'ladi. Kronka bu kerak bo'lmaydi. Undan keyingisi tartib raqami bizda pozitsiya bo'ladi. Mana bu. Undan keyingisi kronka uzun tarafi mana. L1 obozun. Undan keyingisi hop L2 obozun. Undan keyingisi W1 obozun. W2 obozun mana. Keyingisi mana bularni L1 толщина, kronkani qalinligi bular. Keyingisi L2 толщина, W1 толщина va W2 толщина. Mana bo'ldi. Qolganlari bizga shart emas. Shu holatda qovuradi va mana buni 5 qilib qo'yishimiz kerak bo'ladi. 5 qilib mana hozir bundoq qilsak, mana bizga mana bu qatorni o'chirib berish kerak. Mana bo'ldi mana. Bizda hozir sal xato bo'lib qoldi, 4 ta bo'lib qoldi. Bundoq qilamiz. Negadir programmada kichkina xatolik bo'lganligi uchun mana bu yerda oxirgi qatorni o'qimayapti. Bizda 4 ta ma'lumot kelyapti mana 1 2 3 4. Balki keyingi versiyalardan bu xatoliklarni bartaraf etishsa kerak. Bizda hozir не читать первые 4 строки deb yozyapti. Nomer последней строки degan narsalar bizga kerak emas. Mana bu yerda 5 ta qator o'qimaslik degan narsasi. Mana bundoq qilsa o'zi ma'lumotlar chiqishi kerak edi. Mana. Programmada qanaqadir xatolik kelyapti. Hop, mayli. Buni qilamiz. Demak 5 ga qo'yib qo'yamiz. Galочка qo'yamiz mana. Hop, ma'nosi to'g'rimi adashmasam? Yo'q, bunaqa emas ekan. Buni bir qoldirib turamiz. Balki keyingi versiyalarda bu xatoliklarni to'g'rilab berishsa kerak deb o'ylayman. Hamma kerakli ma'lumotlarni kiritib oldik. Mana bunga har xil shablonlarni kiritib qo'ysak bo'ladi. Mana plusga bosamiz. Excel deb yozilyapti. Сохранitga bossak, mana bu ketma-ketlikni o'zida saqlab qoladi. OKni bosamiz. OKni bosganimizdan keyin mana bu narsani chiqarib beradi. Quyida keltirilgan material прочие площадные материалы degan papkaga tushirib qo'yildi deb bizani oldindan ogohlantirib qo'yapti.
Bu joylarini qanaqa qilib to'g'irlash kerak? Agarda o'sha darslarimizga qatnashsangiz, offline yoki onlayn darslarimizga bular haqida batafsil ma'lumot berib o'tib ketganmiz. Hozir sizlar bilan shunchaki ro'yxatda qanaqa chiqarish kerakligini ko'rib chiqamiz. Mana ko'rib turibmiz, hamma o'zimizga kerakli bo'lgan panellarni ro'yxatini chiqarib turibdi. Teksturasi zadana bo'lsa, galochkasi yoquv bo'lib turibdi, o'chuv bo'lsa, o'chuv holatida bo'lib turibdi. Va mos ravishda o'lchamlari ham hammasi turibdi. Endi hozir kroy qiladimi yo'qmi bilmayman. Mana kroylarimiz ketmayapti deyapti. Sababi o'sha konfiguratsiyalarda hammasi kerakli papkaga o'tkazilingandan keyingina kroy qilinadigan qilib shart berib qo'yilgan. Keyingi darsimizda sizlar bilan GitLab dasturiga qanaqa qilib eksport qilishlarini ko'rib chiqamiz. E'tiboringiz uchun rahmat. Xayr, salomat bo'ling.